Muammoni dodasi. Dizaynerlarga necha bor aytamiz. Xafachilik bo'lmasin-u, aksar dizaynerlarning qiladigan xatosi mana. Mana bu unitaz berilyapti. Unitaz nuqtasi, mana bu shaxta bor. Shaxtaga olib kelib, bundoq urib qo'ygan. Harakat olib ko'r, men ko'rmaysanmi, nima turibdi bu yerda? Shaxtada. Bu yerda polni ventilyatsionni ko'riblar o'tyapti. Mana bunga olib kelib reska qilishimiz kerak. Qanaqa qilaman? Bu yerdan bundoq olib kela olmayman. Bu ko'rib bermaydi. Savol tug'iladi. Qanaqa qilish kerak? Chizib qo'ygan. Endi biz nima qildik? Mana bu xonaga olib chiqib turib, xonani orqasidan qilib yubordik. Lekini bor, bu atmetka polimizga bermayapti. Ya'ni bu toza polga nisbatan mana bu 3 sm ko'tarilib qo'yapti. Bu endi texnik narsa. Qo'shinnikidan olib o'ta olmayman. Shuning uchun dizaynerlar ba'zilar chiqyapti-yu, bilish shartmi, bilishi lozim. Bunaqa narsalarni bilmasdan dizayn qilish ko'pgina muammolarni keltirib chiqaradi. Mana oddiy shu yerga holat. Fikringlarni yozib yuborarsiz.